Salom do'stlar, agar siz ham o'zingizni doim charchagan, uyqusiz, stress, og'riqli, ichingizdan bosim his qilayotgan bo'lsangiz, demak aynan shu video siz uchun. Bugungi kunda ko'pchilikning muammosi bir xil. Stress, uyqusizlik, qon bosimining ko'tarilib ketishi, semirib ketish, ovqatning hazm bo'lmasligi, bo'g'imda, tanada, belda og'riqlarning paydo bo'lishi, har kuni dori ichishga majbur bo'lishingiz bu yechim emas. Shuning uchun biz Revivo sog'lomlashtirish markazi o'zining 23-iyun kuni 10 kunlik sog'lomlashtirish kurslarini tashkil etyapti. Bunda siz dorisiz, igla, massaj, hijoma, seminarlar, nafas mashqlari orqali tanangiz va ruhingizni tozalaymiz. Har kuni ertalab tozalovchi ichimliklar, nafas mashqlari, yoga mashqlari, bo'g'im mashqlari, stressni yechuvchi ko'z mashqlari, bundan tashqari psixologik jihatdan seminarlar, ong mavzulari, uy muhiti, qalb mavzulari, oilaviy munosabat mavzulari hamda pul yetishmovchiligi muammosi bilan kelgan insonlarga u muammoni yechish bo'yicha seminarlar tashkil qilganmiz. Bu orqali nafaqat sizni tanangizni davolaymiz, balki yangitdan hayot boshlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ishtirokchilarga qulaylik va bonuslar haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Bizda aynan shinam yotoq joylar, sog'lom ovqatlanish, ajoyib do'stona muhit, doimiy ravishda shifokor hamda psixolog nazoratida bo'lish imkoniyatlarini beramiz. Va bundan tashqari siz 10 kunlik sog'lomlashtirishni o'tab bo'lganingizdan keyin natijalaringiz bor-ku, lekin oxirigacha davolanib ulgurmagan bo'lsangiz, sizga bir ajoyib bir imkoniyatni taqdim etamiz va umringiz mobaynida toki sog'lig'ingizni oxirigacha tuzatib olishingiz uchun har sog'lomlashtirish kursimizda 3 kun bekorga, bepulga ishtirok etish imkoniyatini sizga taqdim etamiz. Agar siz haqiqatdan o'zgarishni istasangiz, tanangizni emas, hayotingizni o'zgartirishni xohlasangiz, hoziroq bizga bog'laning. Joylar soni cheklangan. Revivo bilan birga sog'lom hayot sari qadam qo'ying.